Yigit juda aqlli ekan. Mana uning bir nechta zo'r, hayotda asqotadigan maslahatlari albatta sinab ko'ring. 1. Zirapcha tiqilsa, barmog'ingizni iliq sho'r suvga sirka qo'shib botiring. Shunda zirapchani o'zi chiqib ketadi. 2. Cho'tkasini tozalash tish shifokorlarining maslahati. Tish cho'tkangizni iliq suvga sirka aralashtirib iviting. Ustiga tuz va tish pastasi seping. Shunda tishlaringiz yanada yaxshi tozalanadi. 3. Shim kiyish uslubi. Pastki qismini ichkariga to'g'rilab, buklasangiz, oyoq kiyimi bilan zamonaviy va chiroyli turadi. 4. Siniq oynalarni yig'ish. Oyna sinsa, chiroqni o'chiring, fonarni yerga qo'ying. Shunda mayda siniqlarni ko'ra olasiz. Ularni esa kartoshka bilan yig'ib olish mumkin. 5. Gilamdagi saqichni tozalash. Gilamga saqich yopishsa, velkadan yordam oling, qoldig'ini esa limon suvi tozalaydi. 6. Qulay ilgich. Yasash. Bankadagi yorliqni ramkaga yopishtiring. Oddiy va ishonchli ilgichga ega bo'lasiz. 7. Qisqichbaqani tozalash. Qisqichbaqa baliqni tozalash qulay bo'ladi agar panjarasini vilkaga ko'tarib olsangiz. 8. Paypoqlarni samarali tozalash. Paypoqlarni tozalash uchun bittasini suv idishiga kiydiring. Tozalash vositasi qo'shib, cho'tka bilan ishqalang. Tozalash o'ta samarali bo'ladi. Xo'sh, qaysi birini birinchi bo'lib sinab ko'rasiz?